मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूट Dostum, sen hep iple olmaya gitme. Aslında var, bir reisin bitkasını tırtkan da. Canım bana edip verir misin? Ey bu biznes. Biznesde hiç kimdekini biz açıra tayda verilmeydi. Ya, nima degan oddiy traktor bizni ochib tiytami deyman. Traktor istib yerga urma. Ya, biz yer haydab bir boshni qo'ling beraman. Yo'q, ishga shoshilayapman. Men hozir nima qilayin endi? Yerim qolib ketyapti. Ochiratga yozdir. Bir joy yo'qmi traktor? To'xta. Bo'lmasam senga zo'r yechim bor. Voy, aytchi. Ishga qaydayman, bo'ldimi? Bo'l ketdik. To'xta, kirib ketamiz hozir. Kirib boramiz, to'g'ri kirib boramiz, o'ylama. Qayerga olib kelding? Bir shu ko'rsatqan meni. Chiroqchida bu joy endi yagona bo'ladi, tushunyapsanmi? Bu traktorlarni To'xta, meni mana pulim yangi traktorni ko'ryapsanmi? Yangini. Ko'rdim. Meni pulim yo'q-ku. Voha, o'zi qachon seni puling bo'lgan? Puling kerak emas. Pasporting bormi? Pasporting Bor, ha. Pasportingni olib kelasan, boshlang'ich to'lov bilan nasiya deysanmi, nima deysang, bitta pasportning yoziga hech qanday pul to'lamagan olib kelsang bo'ladi bu yerda, tushunyapsanmi? Yo'q, ha. Yeringni o'zing haydaysan, Vohab. Ha, ketqan ko'rsatqan menga. Endi yur bu yoqqa. Mana menga maoshim bergan aka. Mana shu bo'ladi-da, mana shu. Mana bu yoq berganda. Aka, menga ham traktor berasizmi? O'zingizga Beramiz sizlarga. Xohlagan turdagi traktorlar, o'g'it sepadigan, haydaydigan, yer og'diradigan, hammasidan bor. Akaligim, men pulim yo'qda, men pasport degan. Pasportga chiqarib beraman, chiroqchida bunday chiqarib beradigan odam yo'q. Toychoni qara, toychoni. Otda bu otda shuni tushuntiring. Manzili qayerda bu? Qayerda joylashgan? Manzili Poskaydan o'tganda metan to'g'risida. Ha. Vohab, tushundingmi? Adashib qolmay kelasanmi o'zi? Pasportingizni olib keling, bo'l chiqarib beraman debman-ku. Nima ishonmaysiz, ya? Bo'ldi. Men pasport olib kelaman hozir, chiqarib berasizmi? Traktorlar tanishtiray siz bilan oldin. Bu samolyotmi bu? Bu traktormi? Yangi zamonaviy traktor. Yoqdimi aka? Zo'r ekan. Buni Pasport qayerda pasport? pasport uyda-da. Shuni olib kelasiz, chiqarib beraman. Davlatdan qarzingiz bo'lmasa bo'ldi, aka. Bir so'm pul to'lamayman. Ha, chiroqchida hali hech kim bunday bitta pasportga chiqarib bermaydi. Aka, yakshanba kuni ochilish marosimimiz. Buni pulini qutulasizki, keyin xohlagan turda elektromobil deysizmi, inomarka deysizmi, men sizga qilib beraman, aka. Ishonmaysizmi? Ye, chindanmi? Ularni ham bitta pasportga qilib beraman, Tekin boshdan boshlang'ich to'layapmi? Qarzingiz bo'lmasa bo'ldi davlatdan. Yakshanba kuni katta konsert qilib, buni xalqqa osh qilib tarqatib berishimiz kerak, ya. Ha, bo'ldi bo'lsa, yakshanba kuni kelaman. Manzili qayerda manzili? Manzili Chiroqchi Poskaydan o'tgandan keyin metanlar to'g'risida. Traktorlarimiz o'z ko'chada turibdi, hamma ko'radi. Abitdan keyin soat 4 ga G'ayrat Muhammadiyev kelar. Taniysizmi o'zi? Ha, men uni taniyman, o'g'lingizman men buni ashadi.